to'g'risida sizni fikringiz qanaqa? Operatsiya vaqtida og'riq bo'ldimi, yo'qmi? Operatsiyadan keyingi natijamiz sizga ma'qul bo'ldimi, yo'qmi? Shu haqida qisqacha fikringizni aytsangiz. Nozmaxonning qilgan operatsiyalari menga juda ham ma'qul. Hech qanday og'riq sezmadim. Hatto chumoli chaqqanda ham og'riq yo'q menda. Men hech narsani sezmaganman. Men bundan 1 yil oldin boshqa bir vrachga operatsiya qildirdim, lekin meni ko'zimni juda ham xunuk holatga keltirib qo'ydi. Men anchadan beri Telegramda Nozma doktorni kuzatib yurib keldim. Mana ijobiy natija oldim. Men Nozmadan juda ham xursandman. Ilohim Alloh ishlariga baraka bersin. Ana men bu kishining ishlarini boshqalarga ham bemalol tavsiya qilib bera olaman. Chunki mana men juda ham ijobiy natija oldim. Rahmat.